Assalomu alaykum. Pinablog O'zbekiston kanali obunachilari, do'stlar. 2026-yil 18-yanvar holatida qor bilan yuklanayotgan pinabloglar do'stlar. Qor bilan yuklaveryapmiz. Kimga mana shu sifatli pinabloglar kerak bo'lsa, mana qor bilan yuklab beryapmiz. Qor bo'lsa ham g'ishtamiz tinkilab turibdi. Qor bilan turibdi. Yuklanyapti g'ishtlarimiz. Qori erimasdan yuklaryapmiz. O'tgan yil ham videolarni chiqarganmiz qori bilan yuklanayotgan videolarda. Tumbalik, latokliklardan ham bor sizlar. O'sha sesmaga, teshik devzan ustiga, burchaklarga tumba latoklardan. Qishlar og'ir, ho'l, qurigan g'ishimizdan qolmagan. Faqat ho'l g'ishlar yuklanyapti. Yomg'ir, qorda ham turdi, hech narsa qilmagan, taylari suv bo'lib yotuvdi. Suvlar chimib ketgan, mana qorda, yomg'irda, qor ham erigani bu hol. Shunday desa Xitoy Hind parashogiga chiqyapti bu pinabloglar. Mana shunday sifatli g'isht chiqarishlari mumkin Xitoy Hind parashogiga. Xitoy Hind parashogini ham yetkazib beryapmiz. Zo'r holatda tinkillab turibdi. Shuncha yomg'ir, qorda turishiga qaramasdan po'kkillab qolmagan g'ishtlarimiz zo'r turibdi. Hammasi ezilib ketayotgani yo'q, burchaklari zo'r. O'sha yomg'ir, qorda eriydimi deganlar uchun g'ishtimiz umuman erigani yo'q. Uy qurgandan keyin ham usti ochiq qolsa ham turaveradi. Ermaydi yomg'ir, qorda tursa ham. Zapas bloklarimiz bir 4-5 mingta qolgan, hammasi ho'l, quriganidan yo'q. Bu tomonda bor, hovli tomonda bor. 4-5 mingta bor zapasdan, faqat ho'l. 18-yanvar holati 2026-yil. Mana mashinaga yuklab yuboryapmiz. Kimdaki mana shu biznesga qiziqsa, pinablog apparatlarini ham yetkazib beryapmiz O'zbekiston bo'ylab. Ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Pinablog g'ishlari, Xitoy Hind parashog, pinablog apparat hammasini yetkazib beramiz. Qishda qanday bo'ladi deganlar uchun mana qishda ham to'xtab qolgani yo'q. 100% to'xtagani yo'q. To'xtab quyiladi, quyilguncha mana zapas qishlar sotiladi, yana quyiladi. Xullas mana qishda ham ketyapti-da. Qishda o'pish to'xtab qoladi degani emas, faqat sekinlashadi ozgina. Mana shu mashinaga yuklanyapti. Shu mashinaga yuklanyapti ham bittasini ham burchagi ketmagan ko'rishingiz mumkin. Qishlar ho'l, og'ir. Xullas, like'larni bosamiz do'stlar. Kanalga yangi bo'lsanglar, obuna tugmachasini bosib qo'yamiz. Qor tozalab yuklanyapti.